uchrashdim va o'qishiga men aytdim. Mening eng katta maqsadim bu O'zbekistonning 200 ta davlatda investitsiya kiritish va O'zbekistonni 10 ta top rivojlangan davlatlar qatorida ko'rish. Hozirgi maqsadim esa 1-dekabrda IELTS olish. Men viloyat hokimiga aytdimki, 1-dekabrda IELTS olib, men yana siz bilan uchrashaman deb, yozgi ta'tilda men bolalarni oromgohga, ya'ni lagerga borib, trening o'tishni aytdim. Ruxsat olib berasizmi deganimizda, ha dedilar. O'sha uchun men endi bolalarni rivojlantirishga, katta maqsad qo'yish, vaqtimni to'g'ri sarflash va shaxsiy rivojlanishga o'rgatmoqchiman. Mana bizning o'zi Abduxoliq G'ijdoniy, Naqshbandiy, At-Termiziy, shunga o'xshash bobolarimizdan kelib chiqqan shaxsiy rivojlanish. Shaxsiy rivojlanishning asosi bu O'zbekistondan boshlanadi. Ya'ni Buxoriy, Behbudiy, shuning avlodlarimiz biz hozir. Yutuqlarim, men hozir ingliz tilida bemalol gapira olaman va teran fikrlarim va dunyo qarashim juda keng. 49 maktabda 11 yil tahsil oldim va men bu yerda o'z maqsadlarimga deyarli erishdim va hozirda 4 ta fandan milliy sertifikatim bor. Kimyo, biologiya, ona tili hamda tarix va men DTM imtihoniga 10 ta majburiy matematika fani uchun bormoqchiman. Men bunda o'z ustozlarim va ustozlar jamoasi, yurtboshimizning tashabbuslari bilan erishdim. Prezidentimizning bizga yo'llagan salom va tabriklari bizni juda ham xursand qildi va biz yoshlarga va bizdan kichik ukalarimizga ham bu juda katta motivatsiya bo'ldi deb o'ylayman va ular ham bizning ortimizdan nasib qilsa oliy o'quv yurtlariga boradi va men bunga ishonaman.